Juda chiroyli, to'g'rimi? Ha. Bu shunchaki go'zal. Yaqinroq qaraganda yanada chiroyli ko'rinadi. To u yerdagi yomon tarafni ko'rguningcha. U yerda urush, ochlik va zo'ravonlik hukm suradi. Biz insonlar o'zimizga g'amxo'rlik qila olmaymiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz har doim bir-birimizni yo'q qilish yo'lini qidiramiz. U qayerda? Hozir uxlayapti. Lekin u faqat menga aytgandan keyingina senga o'rganayotganini ko'rish yoqimli. U seni o'zi yotqizib qo'yishini yoqtiradi. Chunki shunda u yerni tushda ko'radi. Yerdagi hayot haqida orzu qiladi. Men esa u yerda hech qachon bo'lmagan bo'lsam ham. Aytgancha, test natijalari qanday chiqdi? Tenkang butunlay tajribasiz. Uni dekod qilishning iloji yo'q. Demak, hech qanday taraqqiyot yo'qmi? Hech narsa. Haligacha hech narsa yo'q. Havo krossovkasi. Boshqa sayyoralarga yetib borish uchun yetarli quvvat bilan ta'minlangan krossovka. Ular yengil, yorqin va ancha chidamli. Raketani harakatlantiruvchi kuchni faollashtirish uchun konkida uchishni boshlang. Bu poyabzallar daholar Mariya va General Robotnik tomonidan ishlab chiqilgan. Shadow uchun mukammal oyoq kiyimlar. Havo krossovkasi. Haqiqatan bularni barchasini o'zingiz qildingizmi? Ha, bu kemadagi eski loyiha edi va bilasan. Men u yerga biroz qo'shdim va bu yerga ham ozgina. Seni o'ylashcha men hammasini o'zim qilmagan bo'lar edimmi? Sovg'a taqdim etilmasa, u haqiqiy sovg'a bo'lmaydi. Rahmat professor va Mariya. Ularniki-ku Shadow. Bu yangilanish. Bu ajoyib edi. Bu mashg'ulotning bir qismi edimi? Nima? Sen yoqimlilik haqida gapiryapsanmi? Sovg'alar va kema bo'ylab poygalar? Men bunga unchalik ishonmayman. Mamlakatning eng yaxshi himoyachisi bo'lish kerak edi. Buning o'rniga Robotnik eng mukammal tirik mavjudot, yumshoq uy hayvoniga aylantiribdi. Dunyo bo'ylab yugurish?
Bu qanday his-tuyg'u bo'lishi mumkin? Chegarasiz, cheklovlarsiz, to'xtashsiz butun sayyorani aylanib chiqish? Men bilmayman, lekin men shunchaki u yerda yashayotganda juda baxtli bo'lardim. Bilasanmi, Mariya, ba'zan o'zimni kema ichida qamalib qolgandek his qilaman. Rostini aytsam, hech qachon bu yerdan chiqolmasligimni o'ylayman. Shadow, biz yerga boramiz. Bugun bo'lmasligi mumkin va ehtimol ertaga ham emas. Lekin biz albatta boramiz. Mariya, men insoniyatni davolaydigan va himoya qiladigan mavjudot bo'lish uchun yaralganman. Bu men yaratishimning yagona sababi va men muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqaman, insoniyatni davolay olmaslikdan. Agar men muvaffaqiyatsizlikka uchrasam, ikkovimiz ham bu yerda chiqa olmaymiz. Men professor bilan gaplashdim va Mariya! Yo'q. Yordam bering. Professor! Seni vaqtni to'xtatishing bir o'zgarish, balki buzilish bo'lishi mumkin. Bu biz uchun bir lahza edi, lekin sen uchun bu abadiylikka teng bo'ldi. Avval ham shunday qilganmisan, Shadow? Yugurayotganimda ha, lekin bu safar men shunchaki u bilan gaplashdim va tezlashmadim. Hech bo'lmaganda atalib emas. Buzish deganda nima nazarda tutyapsiz? Aytish qiyin. Shadowning vaqtni to'xtatish qobiliyati o'zgarganmi yoki u haqiqatan ham vaqtni o'zi o'zgartirganmi? Bu miqdordagi xaos energiyasi bilan ehtimoliy natijalar cheksiz bo'lishi mumkin. Biz buni tekshirish uchun bir necha tajribalar o'tkazishimiz kerak. Unga nima bo'lyapti, bobo? U kasalmi? Yo'q, bu imkonsiz. Bu boshqa narsa. Demak, bu nima? Shadow rivojlanmoqda. U meni o'ylaganimdan ham ko'proq xaotik bo'lib bormoqda. Bu nimasi? Bu nimasi? Professor, yordam bering. Professor. Yaqinda kosmik kema koloniyasida Shadow ustidan sodir bo'lgan voqealardan so'ng men bu mavjudotni rivojlanishini o'rganish uchun tajribalar o'tkazishga qaror qildim. Bu yuqori darajadagi xavfsizlik xonasi. Shuning uchun ichkarida nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu kosmik koloniyasida yaxlitligiga tahdid solmasligi kerak. Shadow, iltimos, qo'lingni nishonlardan biriga yo'naltir va hozir turgan joyingdan uni urishga harakat qil. Xo'p. Diqqatni jamla, Shadow. Shadow, energiyaning qo'li orqali harakatlanayotganini tasavvur qil. Men uni yo'qolar ekanligini bilaman.
Men bunday natijalarni kutmagandim. Lekin men hech narsani kutmaslikni kutayotgandim. Har kuni janglarda tobora ko'proq askarlarimiz halok bo'lmoqda. Bu mavjudot jangga tayyor. Bor. Bizda deyarli vaqt yo'q. Agar robotning oxir-oqibat hamkorlik qilganda, qancha odamlar hali ham tirik bo'lishi mumkin edi. O'ylab ko'r. Hech qanday iz qoldirmang. Koloniya kemasidagi Shadow loyihasi haqida biladiganlarni barchasini yo'q qiling. Shadow va professorni yergacha olib keling. Biz darhol mashg'ulotlarni boshlaymiz. Gapirishing mumkin. Agar qarshilik bo'lsa, o't ochishga ruxsat bormi? Mukammal hayot shaklini qanday qilib yo'q qilish niyatidasan? Yuqori darajali xavfsizlik xonasida bobo, u bunday qila olishini bilar edingizmi? Shadow sintetik xavos energiyasidan yaralgan tipratgan. Uning nima bo'lishini oldindan aytish imkonsiz. Lekin biz u nimalarga qodir ekanligini tasavvur qilishimiz mumkin edi. Shadowning tanasi doimiy ravishda oddiy tipratgan va na super tipratgan orasida o'zgarib turibdi. Demak, shuning uchun siz uning denkasini dekod qila olmaysiz. Go'yo u har doim o'zgartirayotgandek. U oddiy tipratgan, na super. Shuning uchun bu holda aynan shunday robotnik. Ha, lekin bu uning denkasini dekod qilishni yanada qiyinlashtiradi. Harakatlanayotgan so'zlarni o'qib bo'lmaydi. Imkonsiz. Agar men ularni to'xtata olsam. nimani nazarda tutyapsiz? Inhibitor uzuklar, lekin buni yerga yo'l oladigan chipta deb aytishim mumkin. Ular xavos energiyasini barqaror holatda ushlab turadi. Bu uzuklar hozirgi kuchlarini va denkayni muhrlab qo'yadi. Dastlab sen kuchlaridan haddan tashqari foydalana olmaysan. Tananing avval bunga moslashish kerak. Lekin tez orada hammasi odatdagidek bo'ladi. Agar bu Mariyani davolash imkoniyatim bo'lsa, bu xuddi tushga o'xshaydi. Rahmat professor. Keyinroq sening denkendan namunalar olaman. Taraqqiyotimizni kuzatish uchun. Senga ham avvalgidan yaqinroq tuyulyaptimi? Men ham shunday o'ylayman. Tez orada bu joy xotiralarda qoladi. Men yashagan qahramonimni uchratgan joy sifatida. Mening tug'ilgan joyim va o'z maqsadimni topgan joy. Diqqat tark eting. Koloniya kemasida xavfsizlik buzildi. Zudlik bilan evakuatsiya talab qilinadi. Zudlik bilan evakuatsiya talab qilinadi. Men siz ko'ngingizda shu yerda bo'lishingizni bilar edim. Ular seni qidirmoqda, Shadow. Ebr yo'lagidagi evakuatsiya xonasiga bor. Bu yillar oldin muhrlangan va hozir sen uchun eng xavfsiz joy. Bobo, sizchi? Men haqimda tashvishlanma. Men joyimda bo'laman. Men faqat laboratoriyaga borib, ba'zi ma'lumotlarni saqlab qolishim kerak. Endi boringlar. Professor General Robotnik. Biz sizni va Shadowni qo'llash uchun keldik. Nima? Men qonunga bo'ysunganman. Hech qanday jinoyat qilganim yo'q. Shadow voqeasi hali yakunlanmagan. Men nabiramni qutqarishim kerak. Bu kelishuvning bir qismi emas edi. Bizga ko'proq vaqt kerak. Aniq tushuntirmagan ko'rinaman. Siz va tipratgan Shadow hoziroq biz bilan borasiz. Bu buyruq. Endi qurolingni tasha. Tentak mutant. U qayerda? Men yetarlicha aniq tushuntirmagan ko'rinaman. Motochi! Sen mutantsan. Uni to'xtating yoki otaman. Taslim bo'l. Nima? Qo'rqoq. Yo'q Shadow, biz boshqa odamlarga zarar yetkazmaymiz. Lekin Mariya, u meni. Lekin sen uni allaqachon to'xtatding. Mariya haq. Bor endi tezroq. Evakuatsiya xonasiga yugur.
Shadow, nima bo'lyapti senga? Bu uzuklar professor menga avval kuchlarimdan ortiqcha foydalana olmasligini aytgandi. Va muammo shundaki, endi men ularni yecha olmayman. Lekin hech qisi yo'q. Ular bizni bu yerdan topa olmaydi. U qayerga ketdi? Kameralarni tekshiring. 15-yo'lakda hushidan ketgan qo'riqchilar bor. La'nata bir necha soatdan beri qidiryapmiz. U mutant ko'rmas bo'lib qoldi yoki vaqt bo'ylab sayohat qilyapti yoki kemani tark etdi. U har narsaga qodir. Shoshma. Bunga qara, muhrlangan xona. Aqlli harakat. Shadow. Bu yoqqa chiq do'stim, gaplashaylik. Bu nimasi? Bo'sha. Ehtiyot bo'ling, qimirlama. U qayerda? Bo'sha. Qimirlama. Men aytdim, qimirlama. Yo'q. Maria? Nima? Yo'q. Meni qo'yib yubor. Maria, nima qilyapsan? Ular yana qaytib kelishadi. Sen bu yerda yolg'iz qola olmaysan. Ular seni qo'lga olishlariga yo'l qo'ymayman. Men sensiz ketmayman. Yerdagi odamlar seni bu yerda bo'lishingni xohlashadi. Ularga qahramon bo'l, Shadow. Menga umid bo'lganing kabi ularga ham umid bo'l. Menga va'da ber, Shadow. Maria, lekin men seni bu yerda tashlab keta olmayman. Meni chiqarib yubor va men seni himoya qilaman. Boshqa yo'l yo'q. Ishongan holda aytayapman. Shadow, men joyimda bo'laman. Faqat sen bilan ketishni juda istardim. Lekin Maria, menga va'da ber, Shadow. Va'da berasan, ularni qutqarasan. Yer uchun qahramon bo'lasan. Buni men uchun qil. Maria. Ha. Men shunday qilaman, Maria. Shadow, ularga o'z orzularini amalga oshirish uchun imkoniyat ber. Menga ishonsang bilasan. Sen buni uddalaysan. Seni bu dunyoga aynan shu maqsad bilan yaratishgan. Shadow. Qimirlamang, paneldan uzoqlashing. Hoziroq. Men buni qayta aytmayman. Paneldan uzoqlash. Yo'q, Maria, yo'q. Qoch, Maria. Qochib ket tezroq. Va sen paneldan uzoqlashasan. Maria, meni chiqarib yubor, Maria. 3. Maria. Maria! Tibratgan Shadow. Mukammal mavjudot. Insoniyatni yo'l ko'rsatish va uni himoya qilish uchun yaratilgan haqiqiy soyadek. U Mariyani davolash uchun tug'ilgan. O'sha lahza hammasi o'zgardi. Atigi bir necha millisekund ichida hamma narsangni tortib olding. Atigi bir necha. Bizning hamma narsamizni. Va u shunchaki bir qiz edi. O'zining maqsadisiz u endi o'lib ketdi. Lekin u qayta tiriladi. Shadow dunyoni zulmat bilan to'ldiradi. Shadow butun vayronagarchilikni olib keladi.
Ko'rinishidan u senga hamma narsani aytmagan.